16 razmer kolonkasi bor mashinalarga tegishli gap bo'ladi. Hamma narsasi zo'r, ya'ni bufferni, ya'ni bas berishi 16 larda nisbatan qo'ng kolonkaga nisbatan pastroq bo'ladi. Nima qilsa bo'ladi deydi. Ko'pchilik, ya'ni aktivniy bufferlar ko'pchilikni joniga tegadi. Sababi bagajnikni egallab qo'yadi. O'shaning uchun men sizlarga sifatli Pioneer podsideniya subwooferni ko'rsataman. Upakovkasi ko'rsanglar bo'ladi. Mana modellarini yozib qo'ygan. Mana modellari ko'rayotgan bo'lsanglar, Pioneerdan original 800 vatli. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana 800 vatli. Zo'r chiqaradi, ishoninglar. Mashinaga shundoq qo'yasizlar, podsideniya salonning ichiga ovozi shunaqa zo'r beradi, ya'ni bufferni. Bum-bumni shunaqa zo'r beradi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu original. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Original narxi $145. Kimga qiziq bo'lsa, pastki raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.